Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hürmetli qarindoshlar, din va hayot nomli suhbat programmamizga diqqat e'tiboringlarni berganinglarni qizg'in qarshi olamiz. Programmamizning bugungi bölümünde kibr haqida to'xtalamiz. Men qarindoshlar Abdul Qasim Ahmadi, programmamizning bugungi aziz mehmoni ustoz Sirajiddin Azizi. Hürmetli qarindoshlar, kibr haqiqatan insonni halokatga tashlaydigan illatlarning biri. Bu kibrni davolamay turib inson dunyo oxiratning baxtiga erishish mumkin emas. Shunga biz bu kibrninki xatari, buningki sabab bo'lgan omillar, bu kibrdan davolanishning yo'llarini tafsili bilishimiz uchun ustoz Sirajiddin hajimni bunga taklif qildik. Qani Sirajiddin hajim, sizlar bu kibrninki xatar haqida, buna davolashning yo'llari haqida bir tushuncha bergan bo'lsa, qani marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet yaxshi bo'ldi. Haqiqatan kibr so'zi bu islomda sökülgen ve insaniyet ictimai münasebette en ig'ir qabih günah naşayan işlerden birisi hesaplanadi. Endi kibr desek Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu Teala'nın ayet köp ayetinde insanı kibr qilmaslikqa, mütekebbir bo'lmaslikqa chaqirgan. Bu kibr asli arab söz. Asli kibr degan kabura yakburudun tarkib topgan cho'ng bo'lgan cho'nglik, o'zini cho'ng tutgan degan bo'ladi. Uyg'urchada ko'p vaqtida takabburlik qildi, takabbur deb ishlatadi. Shu hammasi o'zini cho'ng tutish. Yani o'zini cho'ng tutish deganlik boshqalarni ko'zga ilmaslikni maqsad qiladi. Yani bu yani islom eng so'kkan yomon ishlardan birisi. Yani Qur'on-i Kerimda hatta insanın normal bir menişidimi Allah Subhanahu Teala insanı qaysi usulda meniş, hatta qaysi usulda mansa bu insonga shu takabburlik qilgan kibr bo'lganligini ko'rsatdi. Qur'on-i Kerimda oyatda "Va la tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda va lan tablughal jibala tula" deydi. Sen zeminde takabburlik qilib, o'zingni kurab qilib mangmag'in. Sen haqancha qattiq maqsanmi, qattiq yog'i dassanmi, sen zeminni teshib o'tolmaysan yoki osmonga chiqib ketolmaysan, tog'larni suv chiqib ketolmaysan. Yani insan qancha kuchlik, qancha mansabdor, puldor, olim hamma bo'lsin, ama u bir inson. Bunda bir acizlik bor. Ve xuliqal insanu zayıfa degan oyatim bor bu. İnsan aciz yaratildi deb. Şu insonning tabiatidagi bu acizlikni o'zgartib takabburlik qilma, boshqalarga cho'ngchilik qilman deyishning o'zi inson tabiatiga zidlik qilgan bo'ladi. Islomning asosiy ruhiga zidlik qilgan bo'ladi. Eng oxirida inson o'zini hem bu dunyoda hem bu dunyoda oxiratda halok qiladi. Yani eng mashhur bir hadis var Peygamber'in. Yani la yedhul cennete men kana fi qalbihi mithqal zarratin min kibr degan. Yani insan kalbide bir kişinin danışçı kibir olurken bu cennet girmeydi degan. Yani bu nayeti uçuk bir hadis. Bunu hiç qanday o'zgartishga, ta'vil qilishga yoki buni boshqa bir usulda tushundirish imkoniyati yo'q. Yani qalbida kişinin danışchilik takabburlik bo'lgan, kibir bo'lgan odam cennet kirmaydi degandikin, o qancha yaxshilik qilib ketsin, qancha olim bo'lib ketsin, bütün hayotini islomga, dinga, insoniyatga xizmat qilib o'tkazsin, kibir bo'ldi-mu, insonning dunyo oxiratidagi halokati shuningga kifoya qiladi demakchandi. Haqiqatan bu kibr zaten xatarlik illatlarning biri. Lekin kibrni tushunish masalasi endi. Ba'zilar chiroyli kiyingan odamlarni kibr deb oladigan, mutakabbir deb oladigan ishlar bor. Hatto shu Rasulullohning zamonida shunday tushuncha bor ekanda, bir sahoba ya Rasululloh ba'zilarimiz kiyim va chiroyli kiyingan bu kibr bo'ladi deganda payg'ambar islom, yo'q, chiroyli kiyingan kibr bo'lmaydi. Kibr degan haq gapni, haq so'zni ko'zgilmaslar. O boshqa o'zining g'ayratli insonlarni to'yin ko'rish, qatorliq narsaning kibr bo'lganligini aytdi. Shunga masalan mushaqda bu chiroyli kiyinishning kibr bo'lmaydiganligi, lekin kibrning qalbida bo'lganligi. Haq so'z garchi bir tuvan tabaqadagi odamda bo'lsin, haq so'zni e'tirof qilmasa, haq gapni e'tirof qilmasa, buningda kibrga yetadiganligi. Bu kibrningki sebep bo'lgan omillarning ustida bir tushuncha bergan do'stlar. Bu kibrning alomatlari, omillari bak ko'p. Hatto endi bu kibr desa, bu xuddi inson ko'zidan ko'ngil olmaydigan
bu kalpteki bir meselendi. İnsanın kalbi de ma'lum bo'ldi. Hatta bazı insanlar var. Naiti qaramoqqa o'zi muloyim, xushfe'l, xushchaqchaq, qarasa naiti bek bir mutavazi bir insonda ko'rinadi, ammo qalbida shunday kibr to'lib tashqan, insonni mansitmaydigan, hatto o ba'zi insonlarning halqadek tabassum qilib, miyqilib kulishi boshqalarni mansitmaslikdan kuladigan insonlar bek ko'p. Shuning uchun bu insonningki haqiqiy kibr o qalbida ma'lum bo'ladi. Uni bende bilan Allah'ın oturdu bo'ladigan mesele. Ama şu kalbide kibir var insan qancha kibrini yushirib, o'zini boshqa shaklda ko'rsatishni xalab baqsimi, yana bir yerdan chenib qoladi endi. Shuning uchun bu kibirning sabablari, alomatlari va kibir bo'ladigan insonlarni bir qancha turga bo'lish mumkin. Ammo eng ig'ir bizning hozirgi jamoatimizda, Uyg'ur jamoatchiligida bu kibir meselesi pek xatarlik bir halal kelib qolgan bir ahvollardan birisi. Bu afsuslarning yeri mushu ilm sohasidagi olim men deydiganlar yoki o'zini olim chaqlaydiganlar shu sohadagilarda bek ig'ir ko'rilyotdi. Hatto bu yolg'iz bizning Uyg'ur jamoatida emas, boshqalarda shu ba'zi olimlardagi bo'lgan kibir bek yomon bo'ladi ekan. Xuddi olim bo'lgan insondagi kibir bo'lsa, üzünle alim çağlaydıgan, başka hiç kanda insanın alim katardı sanılmaydıgan, üzünün doğru degeni doğru, başkalarının hata, yani men doğru, sen hata degen bir ekimde manvat kallar. Nait köp bu sanmak ne geldiydi? Muşu meselede bu ilim ehlileri boğan insanlar, diki boğan kibir, bu kalpteki bir kesel boğaçka bu, katta alim bulup kessin, naicik okup kessin, nimeler olsun, muşu kibirden saklanmaydigan ahvallar bek köp iken. Yani bunun için insan devamlı özüge zaten ben maaşlarında bu bir kibir degen o yaman günah boğalık için İslam'da bunun elbette mizanı var. Manganda kibir kılmaydiganlık ne gösterdik yani bayatın Kur'an-ı Kerim'de. Mangıstımı şunda kılıkıda kibir kılıp mangmaslıkını gösterdikenlik için alimler ende özünün ilmi de elbette başkalarını mu işlerini bilmeydiğin nölge çıkarıp etmesi gerek. Vallahi Kur'an-ı Kerim'de o ma utitum minel ilmi illa qalilan deyden. Sizler qancha katta alim bo'lsangiz ilimden az bir qismini bildinglar. Yani ha qancha katta alim bo'laylik insonlar, yana bizning bildiğimiz cheklik. Shuning uchun menda ilim bor, men alim bo'l deb bu insonni kibrga olmaslik lozimki, inson shuncha tez qiyin halda o'qib, alim bo'lib, yani o'zini men alim deb turib, yana bu dunyo oxiratlikni vayron qilishning o'zi haqiqatan qo'rqinchli bir ahvol. Qaysi kuni bir do'stimiz bir o'zininki yaqin o'qish bitirib olimlar qatori o'tgan qarindishining ko'ngli og'riganligini hikoya qilib berdi-da. Bu endi bir qancha so'zliklarda xato ishlatdi ekan. Endi uni ko'nglida bu nimada internetda taqab ketsa bo'lmay, uni keyin qaytarib bo'lmagan ekan deb bir xato yozilgan yana tuzitish bergancha bu manda yozilib qolibdi, manda. Şunun yaqa şu birader bo'lmasa o'qish bitirib chiqma. Bu cho'ng ish emas. Shu xaqolab ketganlikdan ashaqni qabul qilinmay endi. Men ilm olgandan keyin mening zizirchilik mening to'g'rilish kerakdi. Anda shu manda xato bo'lib qolibdi. Aslan mandami to'liki degan bir taklifni berganga o qarshi tarafdagi birader men bilan aloqasini uzib gapni qilmaydigan bo'lib oldi deb. La havla. Hem insan kemiz, enbiyada hatta cümleden belki bizde mi? Xudayim saqlasin. Bizim şu Allah'ın kichkinimiz kibirden panat edip hemimiz Xudayim kibirlarning qatar, mutakabbirlarning qatar qezilib qilishdan Allah'ın panat etishimiz kerak, o'qishimiz kerak. Enbiyada asosan hamma do'stlarimizning cümleden o'zimizdan bir agalandirish. Mushu kibir deydigan narsani yiroq tutish, o'zimizga tirishish. Har qanday bir do'stimizda haq gap bo'ladi ekan, bizga tuzitish tanlaydi ekan, ona kamtarlik bilan qabul qilish. Mana bu haqqning jumlasidan. Endi bu yuqorida aytilgan edik, bu dunyoning ne'matlarining eng katta ne'mat ilm endi. Unda o'rniga shu ilm bor insonda ko'proq o'zini cho'ng tutish shaklinib qolgan. Kibir yolg'iz ilmla emas. Halqadagi inson bir boylikqa erishgan, boy bo'lgan odam o'zining halqadagi o'zini tuyanmay, boyligi bilan kibr qiladigan, boshqalarni mansitmaydigan insonlar bo'ladi.
o kadar üzünün bazı hatta şu takvadar dep üzünü sanaydigan men yaxşı takvadar dep turib men başkadan hemisi fasık men başkadan yaxşı amel kılmaydı yoki 5 vaqt namoz masjidda o'qiyamaydi bu adam kadar azg'un deb o'zininki taqvoliqidan tamanno qilibmi kibr qiladigan ishlar bo'ladi. To'g'ri, bu vaqtda tafsilroq to'xtalishimiz to'g'ri keladi. Biri buni ilm dedik. Yana biri buningki shunday mol dunyo endi. Bu mol dunyo haqidagi kibrni bir tafsilroq tushunib bersak, yana biri sizlarga aytmoq muhim. Shu o'zimizni taqvo sanaydiganlarning kibrsi endi. Bu eng xatarli kibrlarning biri. Qandayki ilim bilen kibirlik qilgan o'xshay, o'zining taqvolik bilan kibirlik qilib, butun atrofidagi qo'shnilarni ko'z qilmaydigan. Bu xatarlarni ham jamiyatdan ko'ryapmiz, atrofimizdan ko'ryapmiz. Sizlar buning shu mol dunyo bilan bo'lgan iqtidor bir Alloh fazilatini ato qilsa, o'zini terisi singdira olmay, boshqalarni ko'z qilmaydigan ba'zi tijoratchilarimizga qarata bir nasihatlarni, bu vaqt tushunchalarni bergan bo'lsalar. Hakikaten biz biladigan bo'lsak, bu insonga keladigan mol dunyo, insonning bir halqidagi aqlliligi yoki o insonningki o'zining shuduvaligi bir hamma narsani bilib ketganligidan keladigan narsa emas. Ya'ni bu ba'zi insonlar hayotida o'zining bir kipshini o'ngshab kirolmaydigan, hayotida bir xat o'qib boqmaydigan shunday jahil insonlarmi necha milliondan egasi millioner bu qilishi mumkin. Yani bu fakatlam bu baylık mı, mal dünya mı insanlığa verilgen Allah'ın bir imtihanı, sınav. Yani Allah insanlığa ilimini verip sınaydı, balığını sınaydı, bunun burunmu değişip ketken geple. Yani bu şu mal dünya mı insan için bu dünyada verilgen sınav. Yani bu ben sendin bay, benim imkaniyetim sendin yukarı da başkalarına özünü köstüş, çoğunçuluk kılış, kibir kılışının hiç yolu yok. Yani bunda kibir kılan insan qancha mal dunyosi ko'p bo'lib ketsin, boy bo'lib ketsin, u insonlarning nazaridan tushib ketadi. İnsanlar o'zi xohlagan, hatto men boydim. Ba'zi bir gaplar bor, misol, gacha bo'lsa-mu boyning bolasi so'zini so'ndaydigan. Amaliyotda unday ishlamaydi. Ya'ni boylik insonga ne bu dunyoda, ne bu qiyomatda baxt saodat etkilanmaydi. Agar xususan bu boylik, bu mal dunyo insonga bu shunday kibrga sabab bo'ladigan bo'lsa, bu şu o'zining topgan puli bilan inson o'zi halokatga tushadigan ish. Buning uchun Allah shunday bir insonga pul, boylik ne'matini bersa, albatta u texmo ilqidagi mutavazi bo'lib, kibr qilmasdan, boshqalarga burun normal salomlashadigan odamga boylikqa erishgandan keyin texmo yaxshi muomala qilib, imkon bor atrofiga bir yaxshilikni yetkazish, boshqalarning qiyinchilikni hal qilishga tirishish lozim. Ama maalesef ilqidagi o'zi boy bo'lib, boshqalar ya kiyim-kechaklar ancha ko'na, ya bir imkoniyat yo'q odamlarni ko'zga ilmaydigan, hatto yana kelib bir odam salom qilsa-mu, bu menga albatta bir maqsad bilan salom qildi-ku deb o'ylab qoladigan bir ishlarni qat'iy qilmaslik lozim. To'g'ri, inson albatta maqsad bilan salom qilish mumkin, ammo bu Allohning salomi faqatlam tunmagan adamga salom qiladi. Yani sana bir adam kelib salom qilsa, albatta bu salomga u salomdan yaxshiroq javob qaytarish lozim. Balki uningga har xil uning qalbi bilan nima maqsad bilan kelganligi, bu meni talab qiladi deb o'ylashning o'zi bu boshqalarni yomon gumon qilganlik, albatta bu ig'ir masala. Bu munosabat bilan shu boylarimizga bir ogohlantirish bo'lsa, ko'plagan so'rovlarni ko'ramiz, vatanning ichi bo'lsin va sirtlik so'rovlarda. Şu boy bo'lganlar endi qo'l uzunlar butun so'rinda hamma so'rinda gap meninglar gap bo'lish kerak deb tushunib olganda, hatto u bizning ham shu iqtisodining ko'pligidan so'rindagi tijorat gaplari bo'lsin, boshqa diniy masalalardan tortib hammasini meninglar deganim bo'lsin deb ilmoligim majal bermasdan, hech kim gap bermasdan o'zinglar so'zni qilib oldigan, hatto o'zini shu aqlliq sanaydigan bir ish. Ekşi bir Arap'ın bir şiiri var. Kem aqilen a'yat mazahibuhu ve kem cahilin talqahu marduqa. Onun ki tercümesi, nurgulluğun aqlliq adamlardan ba, onu sen görürsen ki o meni rızık yolur onu hadirip etken, yani şunca aqlliq, şunca tirişip bizning bir
pul tapmamagan yani gapning qisqasi. Nurg'ulgan dök qilwa odamlarning borki, uni sen shunda rizq berilib ketgan bayashat turmush uchursiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda bir oyatdimi? Müşriklarning tushunchasiga raddiya berib, biz ona ne'mat bersak, uni Rabbim meni hurmatladi deb o'ylaydi. Biz uni nim qilsak, muhtoj qilsak, o Rabbim meni ihanat qildi. Kim bo'lsa ihanat qildi. Allah kalla unda emas. Bu mal dunyoni berganlik Rabbimning hurmati, faqir bo'llik Rabbimning ihanati emas. Deb Alloh taoloning raddiya bergan oyat bor. Shunga bizning shu mal dunyo bergan qarindoshlarimizga tavsiyamiz. Her iş uzun mesela altınla zaganın sokkunu tüzükleyen bir temsil var. Şuna sorunda her adam üzden haddini bilip sözlese az mısa maksadımız şu mutkabirlerin katarına bir tizim çıkmasa demekçimiz. Hatta bu kibir meselesinden de bu mal dünya ilim dedik. Muşu bir azrak bir mensepti mi kibir yolu dendi. Şu mensepdarlar yani bizim vatanda olan dinsiz, komünist Yaman hakimiyetinin beşideki zalim hakimiyetinin beşide boğan mensapdarlar onun kibir kılışı tabii. Çünkü ola asasen kadar zalim naçar adamlar boğaz kuşuyor. Onun ki bardığın caimi oynaklı. Ama maçet elle dikte olsun ya ki şu normal bir işte olsun azrak bir hukukka mensep gibi olan adam üzerinin mensibidin suistimal kılıp başkalarına çoğunluk kıldıgan, başkalarını mensitmeydiğen işler bu kürlü döndü. Hatta birkaç kıtım bana bazı kişiler şu chet eldeki bazı teşkilatçılık, cemaatçılık, şu işlerden meşgul bulavatkan bazı qarindoshlardan şikayet kılganlığı, işxanasıga barsa, ularni yaxshi qabul qilmaganligi, haliqidek ciddi işler zulüm hajatlanmaydi deb kelsa, şu bir 5 minut, 2 minut vaktini verip şu muhtaçların gepini anlaşma ıgır kelip, ertkilen, ögünkilen, yemenin vaktim yok deb biraz kopal etip mangallıkın bana şikayet kılan işler oldu. Ben onu yak bu onda demişler bu arkadaş bu şeydi. Qarindoshlarimiz yaxshi kişiler, yaxshi şu milletning musulmonlar hizmetini qilman deb qilayotganligi uchun bular albatta unda qilmaydi. Xato tushunib qolibdi deb ba'zanlik tasalli bergan bo'ldim. Bu shu qarindoshlarimiz endi. Bu o'ltirgan o'rin hammasi albatta mayli kim bo'lsin, bo'lishini qat'iy nazar. Shunday bir mansabga o'ltirdimi, u bir misol bor, sayyidul qavmi xadimuhum degandek. Xalqning orasidagi xo'ja bo'lgan odam ularning xizmatchisi. Albatta mansab egalarimi shunday bir o'rinda o'ltirganlar bu xalqning şu milletin hizmetçisi. Elbette bulanın kadar talepleri olsun, ihtiyacı olsun, gepsizleri olsun. Bunun ayeti yaxşı anlaş lazım. Olar elbette yaxşı muamele kılış lazım. Yani hususen bu meselede insanın kalbi şundak bir çigildi mi bir adamdan onu umuşaş mümkün emezken. Yani xuddi kadar sıngan şişini sıngan kaçını kançı yamısı mı asli kemigendek bu insanın kalbi nahayet bek sezgür, nazuk mesele iken. Bu şundan bir adamdan hususen kibir bu kalıp başkalar azar yap kaldı mı? Bunu onuşaş mümkün emez. Şunun için bu şu mensepteki ve başka hatta uzun mesela güzel cemali çıraylığı mı o kibir olduğu aşken. Hem ben başkalarının çıraylığı hatta bu insan üzünün yaratılışını çıraylığı yaratılandı, sat yaratılandı, hak yaratılandı, karımı bunu insan üzü halap talap kılığı aşamaz. Bu Allah'ın ilkedeki iş. Yani üzerinin imkaniyetinden bulmayan işlerde sen onu bu minin alaylılıkıyım de başkalarına çoğunluk kılışının hiç haceti yok. Şunun için meyli insanın cemal güzelliği, turukunun yaxşılığı, bu insanın yaxşı yamallığı, dünya ahiretliği de bunun neye vardı kalkan belgilmeydi. Şuna Kur'an-ı Kerim'de mi insanların en mühimi takvalığını görsetken. Hem de bu yukarıda şeratını kıldık. Yani biri bu kibirge sebep olduğun amillerinin biri takvalık. Üzerine takva çaklaydıgan bazı qarindoshlar yuqorida dedik ilim. Yani haqiqiy alim üzünü tunugan, Allah'ını tunugan, şeriatını tushungan alimniki bir olmaydı. Yani alimlarning qatoriga kirib qolgan atalmış alimlardan kelib chiqadigan mashakillar bu qabullar. Shunga o'xshaydi. Haqiqiy taqvo Allohdan qo'rqadigan odamdek kibrdan yiroq bo'ladi.
lekin o'zininki salohiyatini tunayolmay qolgan taqvo sifatli ba'zi kishilarda bor. Buning kibrisi ham haqiqatan ig'ir endi. Mushundimi Qur'oni Karimda va idza qila lahu ittaqillah akhadhathu al-izzatu bil ithm fa hasbuhu jahannam va la bi'sal mihad deydi Sura Baqarada. Bu haqiqatan endi bir insonga ba'zi xato ishni qilsa, ya xato gapni qilsa, qarindishim va Allohdan qo'rqing, mayli gapni qilmang, ma to'g'ri emas desa, u texmo kibirisi tutib ondan men deganim degan nima deytding deydi endi. Bu hammasi shu Xudodan qo'rqing desa, uning javobiga texmo kibirisi eshib uning qilgan odam bo'lsa, buningki joyi jahannam. Boradigan yeri bek ig'ir deydi. Yani bu yani bir qiz gap bilan inson hayron bo'ladi. Yani shunga mu'min bilan kafirning o'rtasidagi farq bir jumla so'z. Yani shu insonning kibrmi endi bir jumla so'z bilan insonning qalbida kibr o'rnab qoldimi, o inson dunyo oxiratini tamoman yo'qotdi deyish mumkin. Shu jamiyatimizda ko'ramiz endi. Shu ba'zida taqvo sifatli qarindoshlarningki o'zi bilib bilmay bu mutakabbirlarning sifatiga bilan sifatini olganligini. Shu bundalarga har qancha bir tarafda haq so'z so'zlansin, uni ko'z qilmaydigan. Chunki haqiqat degan mening og'zimdan chiqish kerak deb o'ylaydi ekanda u. Mening so'rinimda mening og'zimdan chiqmagan narsa haqiqat emas degan bir xatar illat endi bu. Shunga boshqa ilmiy so'rlarni ko'z qilmaydigan, boshqa haq so'zlar bo'lsa-mu, o'zining so'rinidan chiqmagan bo'lg'achqa uni ko'z qilmaydigan, boshqa butun dunyodagi mashayix, ulamo, hatto atrofdagi kishilarni ko'z qilmaydigan, faqat buning xuddi bir jannat salla jannatchi desa qag'al jannat chiramaydi deb qo'lga yo'g'on bir Allohning isbot qildi ba'dikida ekanji qida. Mushunda holatda muomala qilayotgan qarindoshlarimizni ko'ramiz endi. Nayt bo'lanku endi Xudoyim bizni va qarindoshlarimizni hammasidan bu kibr illatidan saqlasin. Bu jahannam haqiqatan yomon joy. Bu kibr degan ash Allohning hadisida Alloh taolo payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam ogohlantirgan 7 halokat tashlaydigan amallarning jumlasidan, illatlarning jumlasidan. Şuna bu şu qarindoshlarga o'z yo'lida bir nasihatlar bo'lsa, şu kibir desek Alloh subhanahu taolo şu hadis qudsiydan bormi? Kibir bu mening ridoim, azamat mening izarim deydi, mening yani kiyimim, bu menga mansub narsa bu kibir degan, bu cho'nglik degan. Kim buni mendan talashadi ekan, buni men jahannamga otib tashlayman degan mazmuni hadisning, bu hadis qudsiy. Yani şu bu inson bilib bilmay shunday kibr qo'shib qilish nihoyatda xatarlik. Yani bizning mushu kibr ustida kibr haqida bu programni ishlashimizning o'zimi endi eng boshda shu biz o'zimiz bunga tushib qolmaslik uchun, bu kibrga yiqilishib qolmaslik uchun boshda o'zimizni bundan saqlash, mumkin qarindoshlarimiz bilan bu masalada o'rtoqlashish. Endi inson bu shu kibr masalasida bu diqqat qilmay o'tib ketadigan bu ishlar ko'p bo'layotdi. Hatto biz yashayotgan bizning ham jamoatimiz nayt kichik bir jamoat bo'lsa-mu davomli ba'zi keldimiz bo'ladigan. Endi har bir insonning o'zining o'xshash jamoatlari. Bu jamoat o'tirdimi endi? Haliqadek bir yakilanmaydigan, bir narsada anlashamaydigan, davomli bir-birimiz bilan tirkishib turadiganning xafalikning asası tüp yıldızını izlep ko'rsak, yana shu kibrga yotadi. Yani sening gapingni men qabul qilaman. Sening cho'ngliging menga asqatamdi. Sen mas'ul bo'lsang, seni men mas'ul qilganmi? Degandek har xil gap so'zlar bilan insonning shu shayton insonni bu iblisning yomonligidan insonga har xil so'z harakatlarni o'g'itib, qalbini echitib, yomon qilib, mushunda sabablardan bu insonga kibr chaplashib qoladigan. Shu Peygamber sallallohu hadisida-mi? Shu insonga qanday kibr qilib la yazalur rajul yadhhab bi nafsihi hatta yuktab indallohi fil jabbarin deydi. Shu inson bir qilib, ikki qilib deyishib Allohning dargohida ma'u bu mutakabbir deb yozilib qoldimi, uni o'chirish mumkin emas. Chunki inson o'zi bilmaydi. Shunga Allohning dafteriga biz mutakabbir deb yozilib qolmaslik uchun aytibek ehtiyot qilishimiz, diqqat qilishimiz lozim ekan. Endi biz bu kibr haqida aqllilarga yuqori qila ogohlantirish uchun kifoya bo'lishi kerak deb o'ylaymiz. Endi bu kibrning davolash yo'llari, endi o'zimiz jumladan atrofimizdagi shunda qarindoshlarimizni kibrdan yiroq bo'lish, bu kibrga mubtalo bo'lib qolgan insonlar bo'lib qolsa, buni qanday davolaymiz endi? Shu kibrni davolashning bir yo'llaridan
Şöyle bakalım dostlar. Kibirni davolashning yo'llariga yine şu Allah'ın kitabı, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini kaydetişimiz lazım. Hem de insan elbette müminin aynıki deydi. Davamlı insan üzüne tuyanmaydı. Bazı köp vakitlarda bexutluk mahkum bo'ladigan gap. Shuning uchun biz davamlı zade her qanday bir muamelede, ishlarda, shunday bir azroq bir qarindoshlarımızning ko'ngli chekilgan bir ahvolni his qilsak, albatta o'zimizda zodi men nima qildim, nima dedim, zodi menda bir kibr bo'lib qoldimi, men qarindoshimga men zulm qilib soldimmi, yoki buningda men Allohning mushu hukmidan chetnab ketdimmi, Alloh menga qilmang degan ishni qilib soldimmi deb albatta o'z-o'zini hisob edish lozim. Shunga ilgirki ulamolar, hatto sahoba ikromlar bazı ulamalarımı her günü özünü hesap edip her gün akşamlıkta zaten ben bugün nime hatalıklarını kıldım, nime işlerini kıldım, Allah'ın hükümlerinin kaysını icra kılamadım de özünü hesap aldığın işken. Yani biz şu Kur'an-ı Kerim'deki kibir hakkında kelgen, insanlarla muamele kılış hakkında kelgen, şundak insanların ibadetlerini, yaxşı emellerini yap ketadigan amillar üstüde devamlı oylansak, dikkat kılsak bu iş hal bo'ladigan iş. Yani Kur'an-ı Kerim'de sen ma işini qilmagin, hatta o'zingning ming ishida sen kibir qilib mangmagin, zaminni tejib etenmaysa, osmonga yetenmaysa degandan keyin bu bir mizan. Mushu mizanni davomli biz o'zimizga o'lcham qilib, davomli bu masalada zodi men nima qildim, yaxshi qilyaptimmi, yomonmi deb öz-özünü hesap edip tutsak bu mesele hal olup gidiyor. Ben bir qo'shimcha qilgim keldi. Emniyet zaten kibir bu halakat taşıyan illetlerinin biri keligini bildik. Bu kibirni ep tashlash farzli en İslam'da bununla. Bunun mücerrede bir arzu qilish bilan mende kibir bo'lmasa ekan deb kibirni arzu qilishlar asli bo'lmaydi. Bunun uchun tirishchilik kerak. Avval inson o'zini tunish. Men kimdim? Bu derecede çoğunçuluk qilib, bu derecede haqni qabul qilmaydigan, bu derecede atrofimdagi qarindoshlarimni ko'zlimgidek bo'lib, men kimdim? O'zini avval tunish kerak deydi. Biz o'ylasak o'zimizning asli bir tuproqdan, yoki bunaqcha aytganda bir abimenidan yaratildik. Boshqalar bilan bizning yaratilish, xalqimiz, moddamiz o'xshash. Ham odam bolalarining hammaylar tuproqdan, andan keyin biz shu abimenidan yaratildik. Buni tunib yetsak, ya'ni bir an shuning bilan bizning yaratgan egimizningki azamatini, qudratini tunib yetsek, bizning kibr qilishimizning har qanday bir qat'iy yo'l yo'qligini, majal yo'qligini, bizning haqqa qaytishimizning zo'rligini tunib yetadi ekan. Shu orqali bir hadisda vardı. Shunda qiyomat kuni Alloh subhanahu va taolo takabburlik qilib o'zining kiyimini so'rab mangan. Endi kiyimni uzun kiygan yoki keng kiygan, shunday bir kibr sababdan kiyimini so'rab mangan odamga Alloh qiyomatda qaramaydi deydi. Allah'ın kıyamette qaramaganligi o insanın akıbeti halaket bilan mensup bo'lganligi. Yani kelib endi bir qisqacha ilova qilsam, yani biz millet, xususan Uyg'ur milleti, yani başka milletlerga qaraganda biz tavazuluk bo'lishimiz lazım. Kibirden tamamen uzak buluşumuz lazım. Neymişka? Bizden besimizdeki musibetler pek ağır. Mesuliyet pek ağır. Hatta biz hazır dünyada hiç kandak bir millet kulluk içinde yaşamagan bolsumu biz hazır biz Uygur milletinden de bir kulluk tıkagan millet. Yani bu kulluk tıkagan millet elbette bu başka milletlerden her kan çıksak mı ular bilan tankilenmeyimiz. Şunun için bunu his qilishimiz lazım. Bunun his qilish bilan birga albatta mayli bu vatandan ichida o'sha qobilar. Vatandan sirtida hamda biz boshqalarga o'zimizni davomli tanqizaq bo'lmaydi. Davomli biz hech bo'lmasa de boshqalar turayotgan normal vaziyatdan ahvolimiz yomon bo'ladi. Hech bo'lmasa biz boshqalarning yurtida yashayotimiz, boshqalarning merhamati bilan o'tayotimiz, başkalar bizge ne kadar meyli devleti olsun, başka imkaniyeti olsun, onu imkaniyetlerini kıpıratudu. Şu sebepten hatta biz yaşayotgan devletlerde bazı qarindoshlarimiz davomli qaysi devletde yaşagan bo'lsa shu devletning ne kadar şikayetini qiladigan, yomon gap qiladigan ishlar bo'ladi. Bu hammamizda o'rtoqlashgan bir mesele. Mushu hamda ne kadar bir tarafdan bazı ishlarda
özümüzün tuyanmay qalğanlygymyzdan sebep boldy. Rahmet, Allah razı olsun. Hürmetli qarandaşlar, programımızı bir de ahırlaştırmamız. Cenab-ı Allah'dan anlağanlarımıza amel qilishni, şu qatarda bizim şu kibirden saqlashını Allah'dan tileymiz. Bu programımıza diqqat etibarыңlarni berginlarga chin qalbimizdan rahmatimizni bildirimiz. Bu yerda her biringlar bilan xo'shlashimiz, yana bir halqalarimizda uchrashgan qadar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.